Jigar uchun foydali 3 ta choy. Birinchisi rastaropsha choyi. Tarkibida slimarin moddasi borligi uchun jigar hujayralarini yoshartiradi va jigarni tiklaydi. Ikkinchisi artishok. Artishok o't qopini, o't yo'llarini ochish xususiyatiga ega, o't qopini tozalaydi va qorin dam bo'lishini oldini oladi. Oshqozonda bo'ladigan turli xil yallig'lanishlarga qarshi juda ham foydali bo'lgan choy hisoblanadi. Uchinchisi kurkumali choy. Kurkuma antioksidant hisoblanadi va organizmda bo'ladigan o'sma kasalliklarini kelib chiqishini oldini oladi va bu choy ichganingizdan keyin jiroviy gepatozlarda hatto o'sha jiroviy gepatozni kelib chiqish sabablarini bartaraf qiluvchi choy hisoblanadi. Bundan ham tashqari men o'zim praktikamda ishlatayotgan mana jigar choy. Buni tarkibida 20 xil giyohdan tashkil topgan Dr. Ali jigar choyi aynan jigar uchun ishlab chiqarilgan. Mana shu 3 ta giyohdan tashqari yana o'zini tarkibida 20 xil giyohdan tashkil topgan choyimiz jigarda bo'ladigan turli xil muammolarga juda ham foydali. Agar sizga ushbu choy haqida ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kommentariyada jigar so'zini yozib qoldiring, men sizga tushuntirib beraman.